Umrimda ikkinchi marta Jizzax somsa yeyish shu bugunga nasib qilgan ekan. Dugonamni qiz bazmi bahonasida Jizzaxga kelib to'damiz bilan Bosim boboga tashrif buyurdik. Birinchi marta o'tgan asrda shunaqa somsa yeb ko'rganimda, shuncha maqtalgan somsa shumidi deb o'ylab qolgandim. Xamirlari qalinligidan xomga ham o'xshab ketardi. Kiriboq bir zumda joyimizni topib joylashib oldik. Bu orada to'damiz bilan bemalol o'tirishimiz uchun alohida kabina so'radik. Narsalarni zakaz qilib olganimizdan keyin bizga shunaqa idishlar olib kelishdi. Idishlar rosachala yuvilgandan yuvilmaganga ham o'xshab ketdi. Hammasi deyarli bir xil ko'rinishda. Albatta bunaqa mashhur zavideniyada bunaqa muammo bo'ladi deb kutmagandim. Xullas, suv ichadigan nimaiki bo'lsa, atrofida ovqat qoldiqlari ham bor. Xullas, idishlarimizni o'zimiz artib tozalab yuvib oldik. Chunki ofitsiantlarga idishlar kirligini aytganimizda umuman ulgurishmayotganligini aytdi. Va nihoyat zakazlarimiz keldi. Birdaniga hammamiz hujum boshlab, ovqatni joyiga joylab oldik. Zavideniyani inobatga olmaganda, Jizzax somsamanda juda yaxshi taassurot qoldirdi. Senlarini aytmaysizmi? Eslasam hozir ham mazza qilyapman. Sveji pomidor sokka botirib mazza qilib yeb oldik. Shundan keyin hammamiz qiz bazmiga qarab yo'l oldik. Qiz bazmi videosi sizga qiziq bo'lsa, bundan oldingi video shu haqda. Obuna bo'lishni unutmang, bundan qiziqlari hali oldinda.